So'raganda aybi yo'q, oldin nima ish qilgansiz? Siz qo'lingizdan nima keladi? Aka, Rossiyaga borib kelib yurgan bo'laman. Qo'limizdan ham ish keladi. Nima bo'lsa qilaveramiz, aytaverasiz. Sulton aka, kanallarga bir minutga kelinglar, hozir bitta odam kelyapti. Qisqasi Rossiyaga borib keladigan bola. O'zimizda ham tayyorli ish qilib yurgan bola bas u. Batga kelsa ham zo'r muomala qilmay qo'yaveringlar. Qancha ishlashi noma'lum hali, ketib yuborishi ham mumkin ertaga. O'shaning uchun hali oldin boshlig'iman degan deyapti. Qana boshlig'i bo'lganman, bunisi menga noqorong'i. Kelaversin-chi, o'shanga qarab gaplashaveramiz. Sotuvchi bo'lib keldingiz aka, pechkalarni har doimlar yaxshi to'g'ri tushuntirib berish kerak aka. Misol, tepalik doskasi 35 sm ga 50 sm bo'ladi aka. Qayda bunkeri 20 ga 20 aka, ikkita eshiklik. Qayda misol ichida bir xil yordam so'rash mumkin, ichida vozdixi bormi, havo aylantirib beradigan, ichida ikkita vozdixi bo'ladi, bundan tashqari mandan ketmonchasi bo'ladi. Eng tagi qismida o'sha havoda olovni balatib beradigan asosiy mikropkasi bor, o'sha yerdan balatadi. Har doriga buni chiroyli qilib tushuntirib bersangiz, olish oson bo'ladi aka. Bizlar qilib olish ishlatadiganlar, bitta qayda kunlollargacha bo'ladi aka. Buni o'sha har doriga yetkazib berish kerak aka. Keling. Albatta boshlig'iman, u bolalardan so'rang. Sani boshliq qo'ydi. Uy, pechka yomon ekan u. Tur yo'qani endi o'zingga boshqa ish top. Qilyapti ish. Ammo pechkalar yomon ekan, Marg'ilonda ya.